Assalomu alaykum. Darslarimiz davom etadi. Bugungi darsimizda sizlar bilan 31-unit modallar mavzusini davom ettiramiz va darsimiz must, mustn't, don't need to bo'lar ekan. Darsimizni boshlaymiz. Demak, must nima? Must tarjimasi kerak, zarur degan tarjimaga ega. Ishlatilish o'rni qachonki siz biron narsani bajarish, amalga oshirish, biron narsani demak bajarib ko'rish, amalga oshirib ko'rish, qilib ko'rish sizni nazdingizda muhim bo'lsa, kerak bo'lsa yoki zarur bo'lsa, o'sha narsani qilish kerak, zarur, muhim deyish uchun, ya'ni sizni shaxsiy o'yingiz o'sha narsaga talab qilsa, o'shanda ishlatasiz. Misol uchun bitta example bo'lyapti. Ikkita o'rtoq bir-biri bilan gaplashib, qanaqadir bir kinoni reklamasi yoki bir nima edi, spektaklni reklamasi ketyapti. Aytyaptiki, it's a fantastic film, you must see it. Bu fantastik film, sen uni ko'rishing kerak. Qaranglar, bu ko'rish kerakligi bu odamning fikri, bu odamning shaxsiy demak o'yi va bu o'rtog'iga ko'rishing kerak deb maslahat beryapti. Tushunarligi, ko'rishing kerak deb yoki tavsiya qilyapti desa ham bo'ladi. Shu yerda biz biron narsa qilish kerak degandagi biz must ishlatar ekanmiz. Yasalish qanaqa gapda, kelish qanaqa, strukturasi qanaqa, gapni egasi, ya'ni subject, ular bo'lishi mumkin olmoshlar, undan keyin must va mustdan keyin fe'lda infinitiv shakli. Infinitiv shakli nima degani? Fe'lga hech qanaqa qo'shimcha qo'shilmagan shakli bo'ladi. Misol uchun do, go, see it. Hech qanaqa es yoki ed qo'shimcha qo'shilmagan bo'ladi. Tushunarligi? Olmoshimiz yoki subjektimiz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar biz mustga ham qo'shimcha qo'shmaymiz. Ya'ni I must do. Tushunarligi? He must do. U bajarishi kerak, u ko'rishi kerak, u yeyishi kerak degan gaplar tuziladi. Demak, formulasi juda ham oddiy. Gaplarni o'qib, mustni va qolgan modal fe'llarni, modallarni qayerda ishlatilishini chuqurroq o'rganib boramiz. Demak bo'lmasa boshlaymiz. B bo'limiga o'tamiz. I must do something. Biron narsa qilishim kerak. I need to do it. Men o'sha narsani qilishim zarur. Ya'ni o'sha narsani qilish menga uchun kerak demoqda. Tushunarligi? Need to ni ham tarjimasi o'sha narsaga demak kerak degan ma'nosi bor yoki muhtoj degan ma'nosi bor. Bu yerda kerak degan tarjima kelyapti. Example: I'm very hungry. Men juda ham ochman. I must eat something. Men biron narsa yeyishim kerak. Ya'ni ayni vaqtda men ochman, biron narsa yeyishim kerak. Ya'ni bu sizni shaxsiy holatingiz. Tushunarligi? Bu yerda shaxsiy holatga ham e'tibor berish kerak bo'ladi. It's a fantastic film. Bu fantastik film. You must see it. Uni ko'rishing kerak. Ya'ni o'sha ko'rishing kerak degan bir tavsiyani men shaxsiy o'zimdan kelib chiqib aytyapman. The windows are very dirty. Demak, derazalar juda ham kir. We must clean them. Ularni tozalashimiz kerak. Ya'ni ularni tozalashimiz kerak degan narsa bizni shaxsiy demak ishimiz, shaxsiy demak fikrimiz, o'yimiz deb aytsak bo'ladi. Tushunarligi? Kerak, zarur degan ma'noda ishlatiladi. Endi biz mustga alternativ tarzda, ya'ni o'shanga o'xshash yana bir modal fe'limiz bor, bu yerda yozgan yo'q. Have to yoki has to deymiz uni. Tarjimasi u ham kerak, zarur. Farqi nima? Farqi deyarli yo'q desak ham bo'ladi. Ko'pincha uni inglizlar almashtirib ishlatadi. Ya'ni ba'zida uni, ba'zida buni ishlatadi. Deyarli bir xil vaziyatlarda ham ishlatadi. Faqatgina bitta farqi bor. Have to yoki has to ko'pincha tashqi ta'sirlar biron narsani bajartirishda sizga majbur qiladi yoki zarur deb aytadi. Tashqi ta'sirlar nima bo'lishi mumkin? Aytaylik, tashqaridagi qoidalar, tashqaridagi qanaqadir bir zaruriy narsalar. Bu sizning shaxsiy narsangiz emas, ya'ni aytaylik bir qonunlar, qonun qoidalar ishxonangizdagi yoki bir aytaylik qanaqadir bir ilm fandagi biror bir formulalar desak ham bo'ladi yoki bir qanaqadir bir nima desak bo'ladi? Odob axloq narsalari, tushunarligi? Ya'ni tashqi tomondagi, ya'ni tashqi jamiyatdagi bir qonun, konstitutsiya yoki bir o'qishda o'qisangiz, o'qishdagi demak universitetdagi yoki darsdagi rullar, o'sha narsalar biror bir ish harakatda, biror bir narsani bajartirishda sizga majburiyatini yuklaydi, obligation yuklaydi. Bu shaxsiy
o'zingizdan kelib chiqqan narsa emas. Ya'ni external, ya'ni tashqi ta'sirlar ta'sir qilib turadi sizga. Tushunarligi? For the past, yesterday, last week, we use had to, not must. Endi bu modalimizni qachonki zamonlar aro o'zgartirganimizda, ya'ni o'tgan zamonga o'zgartirganimizda biz endi must ishlata olmaymiz. E'tibor beringlar, o'tgan zamonga o'zgartirganimizda mustni ishlata olmaymiz. Uni o'rniga had to ni ishlatamiz. Had to nima edi? Had to have yoki has to ni o'tgan zamon shakli. Tushunarligi? Mustni biz hozirgi zamonda yoki kelasi zamonda ishlataveramiz. Faqatgina o'tgan zamonda mustni ishlata olmaymiz. Uni o'rniga biz had to ni ishlatamiz va ishlatilish o'rni birga bir xil bo'ladi. Tarjimasi ham bir xil bo'ladi. Shunchaki mustni o'tgan zamon shakli yo'q. Tushunarligi? I was very hungry. Men juda ham och edim. I had to eat something. Men biror narsa yeyishim kerak edi. Tushunarligi? Not I must eat. Sababi nimaga? Sababi biz mustni o'tgan zamonda ishlata olmaymiz. We had to walk home last night. Kecha tunda uyga borishimiz kerak edi. Piyoda borishimiz kerak edi. Yoki piyoda borishga majbur bo'lib qoldik. There were no buses. Hech qanaqa avtobuslar yo'q edi. Tushunarligi? O'tgan zamonda biz mustni ishlata olmaymiz. Endi negativ shakli, ya'ni bo'lisi shakli qanday bo'ladi? Demak, must not, ya'ni qisqartmasi mustn't bo'ladi. Must not qisqartmasi mustn't bo'ladi. Bu bo'lisi shakli. Kerak emas, zarur emas degan ma'nolarda keladi. Xo'p, I mustn't do something. Biror narsani qilmasligim kerak. It is necessary not to do it. Uni bajarmaslik muhim. Tushunarligi? Tarjimani biroz xato qilib qo'yibman. Biror narsani qilmaslik muhim. Tushunarligi? Biror narsani bajarmaslik, amalga oshirmaslik muhim bo'lar ekan. Biror narsani qilmasligingiz kerak, o'sha narsani bajarish muhim. Bajarmaslik muhim. Tushunarligi? Rasmga e'tibor beramiz. Rasmda tasavvur qiling, muzeyda bir kichkina qizcha Mona Lisa xonimni rasmini, demak, ushlayapti ekan, qo'l tegizyapti ekan va o'sha muzey xodimi unga aytayaptiki, you mustn't touch the pictures. You mustn't touch the pictures. Rasmlarni ushlamasliging kerak, ushlamasligingiz kerak deb aytayapti. Tushunarligi? Bu yerda endi tashqi ta'sir ko'rsatyapti, ya'ni external ta'sir bo'lyapti. Endi biz pozitiv shaklda mustni have to yoki has to dan kuchi sal kamroq deb aytamiz ba'zida. Endi negativ shakliga o'zgartirganimizda, ya'ni bo'lishsiz shakliga o'zgartirganimizda endi bu yerda must not kuchi ortib ketadi. Tushunarligi? Ya'ni bu yerda tashqi ta'sir ham, ya'ni qoida, muzey qoidalari, albatta external rules, ya'ni external qoidalar bo'ladi, tashqi qoidalar bo'ladi. Endi kuchi ortib ketadi mustni kuchi ortib ketadi. Va albatta shaxsiy fikr emas, bu ayolning shaxsiy fikri emas, bu personal nimasi emas. Bu endi o'sha muzeyda qonuni, muzeyda bir regulationlari desak bo'ladi. Tushunarligi? Va bu qizga teginma deb aytayapti. We must go. Biz borishimiz kerak. We mustn't be late. Biz kech qolmasligimiz kerak. Tasavvur qiling, imtihon yaqin, imtihonga borishimiz kerak deyapsiz va kech qolmasligimiz kerak deyapsiz. Ya'ni kech qolmaslik muhim. Kech qolishlik esa bu yomon narsa. Tushunarligi? Ya'ni kech qolmaslik muhimligini aytib ketyapti. Ya'ni kech qolmasligimiz kerak, zarur deb tarjima qilsak bo'ladi. Keyingi gap, I mustn't forget to phone Chris. Men Chrisga telefon qilishni unutib qo'ymasligim kerak deyapti. Tushunarligi? Ya'ni unutib qo'ymasligim kerak. I must remember to phone her. Unga telefon qilishni eslashim kerak. Be happy, xursand bo'l. You mustn't be sad. Xafa bo'lishing kerak emas. You mustn't be sad. Xafa bo'lishing kerak emas. Tushunarligi? Don't be sad. Xafa bo'lma deb aytayapti. You mustn't touch the pictures. Rasmlarni ushlamasliging, teginmasliging kerak deyapti rasmlarga. Don't touch the pictures, ya'ni aytayapti, albatta buyruq beryapti, teginma ularga demoqda. Tushunarligi? Endi don't need to. Need to o'zi biron narsa kerak, muhtoj degan ma'nosi bor. Endi bu negativ ma'nosida ishlatilsa, oldiga biz negativ infinitiv yordamchi fe'lni qo'yadigan bo'lsak, buni tarjimasi muhim emas, zarur emas, shart emas degan ma'noda keladi. Tushunarligi? Shart emas, zarur emas, muhim emas degan ma'noda keladi. Ekzempllarni o'qiymiz. I don't need to do something. Biron narsani qilmasligim kerak, muhim emas, shart emas. It's not necessary. Bu juda ham muhim emas deb aytayapti. Example.
I don't need to go yet. Borishim hali shart emas. I can stay a little longer. Biroz ko'proq tursam bo'ladi. Tasavvur qiling, siz uyga ketishingiz kerak. Ya'ni uyga ketishingiz kerak va hali vaqt bor ketishingizga. Ya'ni uyga ketishim yoki ketishim kerak emas. Ya'ni ketishim shart emas deyapti. Ya'ni hali vaqtingiz bor. Tushunarligi? Va biroz qolsam bo'ladi deb aytyapti. Tushunarligi? You don't need to shout. Baqirishing shart emas. Baqirishing kerak emas. I can hear you, okay? Men seni eshityapman, xo'pmi, deyapti. Tushunarligi? Men seni yoki yaxshi eshityapman deb aytyapti. Tushunarligi? Bu yerda ham yaqin masofada turibdi. Qaysidir bir do'stingiz yoki tanishingiz baqirma, baqirishing shart emas, sababi seni yaxshi eshityapman deb aytyapti. You can also say don't have to. Don't have to desangiz ham bo'ladi. Endi bitta don't have to bilan don't need to ikkalasi bir-biriga sinonim. Ya'ni bir xil, tarjimasi bir xil, ishlatilishi ham bir xil bo'ladi. Biror narsa qilish shart emas, zarur emas degan tarjimaga ega. I don't have to go yet. Ketishim shart emas. I can stay a little longer. Biroz ko'proq tursam bo'ladi. Compare don't need to and mustn't. Demak, don't need to bilan mustn'tni taqqoslang deyapti. Bu yerda mustn't strict, ya'ni strict degani juda ham muhim, juda ham nima desa bo'ladi? Qat'iy deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni bitta muhimlik darajasi, demak obligation darajasi mustn'da kuchliroq bo'ladi don't need to ga nisbatan. Don't need to da sizda biror narsa qilish yoki qilmaslikka erkinlik bo'ladi, tanlov bo'ladi. Mustn'da bo'lsa, o'sha yo'ldan boshqa yo'l mavjud emas. Biror narsani bajarmaslikdan boshqa yo'l mavjud emas degan ma'noda keladi. Tushunarligi? Demak, mustn't kuchliroq nimaga, kuchga ega ekan. Pozitsiyaga ega ekan. You don't need to go. Ketishing shart emas. You can stay here if you want. Agar xohlasang bu yerda qolsang bo'ladi. Ya'ni sizga qaranglar, tanlov beryapti. Ya'ni sizga option beryapti. Keyingi exampleda bo'lsa, you mustn't go. Ketishing kerak emas. You must stay here. Bu yerda turishing kerak. Tushunarligi? Ya'ni bu yerda turishga siz majbursiz. Tushunarligi? Tepadagi exampleda bo'lsa, xohlasang bor, xohlasang ket degan ma'noda, xohlasang qol, xohlasang ket degan ma'noda ishlatilyapti. Demak, o'ylaymanki darsimiz qiyin emas. Sizdan so'rab qoladigan narsamiz example'larni o'qib va gap pejda, keyingi sahifadagi misollarni bajarish, qo'shimcha tarzda internetda ham bular haqida mavzularni ko'rib o'rganib borsanglar bo'ladi. Darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. E'tiboringlar uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar.